Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan chog'larda, oldiz qo'shig'in Ve O'tkir aka. Molimni sotib bering. Ovqat yeganini qo'yasizlarmi? Bir odamga o'sha ovqatlamay. Sotalmayapman-da men, siz yaxshi sotasiz. Nech pul bo'lyapti u sotib berish? Mol sotish 300 ming, qo'y sotish 200 ming so'm bo'lyapti. Otnikini aytib-o'ryapsiz-ku. Otlar aralashma qo'ymay, haydab yedam. Sotib bering, tezlashing. Sotaylik mana uni. yonimda qoldi, yig'lama muhabbat. Hey! Sotil aka moling shumi? Ha. Bo'ldi, bu yog'ini menga qo'yib ber. Jigar, mana shu yerda yangamga shunaqa bosib berayotgan joyi lekin yangam maza qilib sovadi. Qachongacha sizni sovadi, bir siram sovsin. Ertalablar dadam bilan enamga shunday sutchasidan berib, ha? Faqat sizga jarashadi bu. Men shunaqa sir olaman deb turib, beda somonlarda shunday tilichkalab uyib qo'ygansiz. Jigar, buni qarang, jelinlarning turishini sutga to'lib. Bu akkuratni bog'ilgan, qarang, ranglari top-toza, urilmagan, turtilmagan. Bunaqasi faqat sizga jarashadi. Bolachasini qarang, bolachasi ho'kizcha. Bir 4 oydan keyin kontraktga shunday soat to'layverasiz. Jigar, shunday egasidan so'radi, 20 million so'm dedi. Boshni qotirmang dedim, shunday ko'ngliga qo'l tiqib turib, 16,5 million so'm qo'yverdik. Yangam uchun hech narsa qilmaydi. Boshni qotirmang. Qarang turishingiz, like, podpiska bosmasdan tomosha qilib o'tiribsizmi? Odam emas ekansiz. Jigar, yilini necha deysizmi? 4 ta mazaqi sog'adi. Bitta aybi shunday orqa sonida ozgina po'xtigan petnochasi bor. Nicho, shunday jusa ketadi. Kimsan? Shahzod boy degan nomingiz bor. Qarang bu mol turishini, mol degingiz kelmaydi. Munuga qarasangiz mol degingiz keladi. Sotilsa bo'ldi, aytavering. Barakami jigar. To'xtanglar. Bitta menga kerakmas-ku. O'tkir 75 ming bermagan. Men pulni o'rniga Pandor banka bilan Glazbankka aqildim-da. Bo'lmasa ma'lumotni to'ligan narsa olasan. Agar 100 ming so'm bo'lib ketadi bu narsa. Bankam kerak emas, pulni ber. Qo'lim yo'q deyapman-ku. O'tkirga men beraman. Ya, o'tir. Nigar bitta mo'ylov chizay. O'tkir jinnimisan? 10 yildan keyin bari shunaqa bo'lasan-ki, tanimay qolmayman deyapman-da. Men cho'man. Ikkaling ham ovora bo'lma. Men O'tkir bilan. Sen ham ovora bo'lma. O'tkir bilan mavvalga tushib. Ani go'fa mendan yaxshiroq tushaman sizga. Yo, men Latif bilan tushaman sizga. Men bu bilan. Bolalar qaranglar, fitiruvchini qizilidan taqansiz yo ko'gidanmi? Men qizimdan taqaman. Endi davramizga 9-B sinfga taklif qilamiz. Shodmonda yakka xorraqs. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Bizdan zo'ri bo'lmaydi. Biz bitirgandan keyin normalni sinf qolmaydi. Ko'p qismi sizga bu ichib-ichi. Qo'yin qo'shdi. O'ynaylik endi bir maza qilib turib vipsni o'yimizda. To'k etmoq, to'k. Bo'la, biror bir ilojini topaylik. O'zi bizimiz bir marta bo'ladi. O'tkir aka, sizga ishonaman. Men hozir Hasan kattamankidan stabilizator olib kelaman, xo'pmi? Men olib keldim, Sabin.
O'tkir aka, qaydan topdingiz bunaqasini? Bu kattatamlardiki dusel stabilizatori. Tub kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham o'zini maramida ishlaydi. Bunaqasini borki uncha-muncha joydan topa olmaysan. Kattalanlar. O'tkir, bitta narsani esingdan chiqarma. Peshanangga baribir man yozilgan. Bunaqa katta yozuv meni peshanimga qaydan chiqdi? Yalang oyoq yoshligimni Alo. Ha, yana men keldim mana Toshkentga akamning oldiga. Mana beryapman. Yana niye buningiz jo'natdingiz? Qish kiyimam o'zim olib kelaman dedim-ku. Men seni qish kiyimlaring olib kelganim yo'q. Men budjetga o'qishga kirganman. Budjet so'zini to'g'ri aytolmaysan, bo'ringdan o'qishga kirasanmi? Toshkentga o'zi men kamidim, yana bu qayda turadi endi bu? Gulcha xolamning aka boraman. Senga bayla borma, Gulcha xolamnikida. O'zi men kamman bu yerga. Rahmat sizlarga, zo'r darslar jo'natdilaring. Jur. Gulay. Aka kelsam jamoanman, men senga ovqat qilib beraman, kirlaringni juvib beraman. Jur. Aka, chegani bir narsa ber. Birinchidan aka emas, okey bo'ladi. Tushundingmi? Keyin uyga borasan-da kartoshka piyozdan o'zing keyfsi qiljaysan. Jur. Farhod. Aka, onalar niye sizni Farhod jurangizni izlab yuribdi? Endi hamma narsani bunga tushuntirishim kerak boshidan. Dondurmalar bor, gençler, dondurmalar bor. Kamera deysan? Day olmasang video beraman. Sarina? Yuring, ketaylik. Voy, osinchi zo'r chiqadi. Oka aldab bermaysizmi? Aka, bizda aldash yo'q. Aldashni bu kishidan so'raysiz. Tushunmadim. Yuring, ketaylik. Mana aka pul. Yo'q, pul kerak emas. Pulni bu kishiga bering, men sotilmayman boylikka. Tushunmadim. Men sizga tushuntirib beraman hammasini. Yuring, ketaylik. Ha, keting. Haqiqatni olti ko'p turib bo'lmaydi. O, tashlab ketgan vaqt tushunasan. Tushunmadim. Toza jonga tegding, tushunmam deb turib. Tushunmam deb turib toza jonga tegding-ku. Men bu qiz bilan 2 yil gaplashganman. Qamagan ishim qolmagan. Kerak bo'lsa borki, birida holi ham bor. Kerakni endi tushundingmi? Yo'q, tushundim. Men bu qiz Radnoy akasiman. Tushunmam. O'tkir aka, bo'ldingizmi? Mana bitta baqirishga ko'p ekanda. Shu glamurni bolalarga o'xshab jentrada yursangiz bo'lmaydimi? Asalsan, jentaraga muncha baqirishga ketmaydi. Ani juk nima bo'ldi? Ash lazzi borki, shuni o'yindan chiqarish kerak-da. Ukuni 1 tonna juk devdi, 700 kilo chiqib o'tiribdi u ham. O'tkir aka, Surachni dadam bilan gaplasha olmasangiz bo'lmaydi, meni boshqa yerga beraveradi. Ko'rib turibsan-ki, tinimsiz ishdaman. Mana shu ishlab boringmi? Aytuvdim-ku, shu ishingiz bir kun bizani sharmanda qiladi deb. Og'zingga qarab gapir. Hech qachon meni ishim sharmanda qilmaydi. Ochkilishni O'tkir aka. Dajon ko'rsat. Eshakchi? Xo'sh, endi kuyov bola. Mana shu yo'q, xotirlanmang. Mana shu tomonimni shamollatib qo'yganman, tomir tortish. Haligi mana sanaqa bo'lib turadi. Nima ish qilasiz demoqchiman. Shu restoran, to'yxona, asosan shu ko'cha bizneslar bilan shug'ullanaman. Ya zo'r. Kakli, kaptar otlarim bor deganda. Danonni bir boshga tushib qoldi-ya. Bunga yigilib yotmayman. Bunga yigilib ketkizgan vaqtimga bundan ko'p pul topaman. Steve Jobs. Danu. To'ydan keyin nima bilan? Ichib chakib turasizmi? Ora-orada. Qizlar bilan yurasizmi? Shu u ham ora-orada bo'lib turadi halidan. To'g'ri, bekorga yetishmagan erkakchilikda hammasi bo'lib turadi deb. Kelyapman-ku. Onanay qizim, o'zing topgan pul. Yo'q, yigit demoqchiman. Endi tezsan ham tegasan, tegmasan ham shu yigitga tegasan.
tashqari chiqmay qo'ying, men o'zim ketaveraman. So'raganda aybi yo'q, ishxonangizda o'ziga ham ish topiladimi? Ha? Voy, men bakalashga termayman, kuyov. Yigitni guli. Bu bakalashga emas. Oy, bakalashga-ku bu. Bu borki, meni ko'zlarim bilan qarang, jara-jara pul. Danu, qanaqa qilib? Urgutdagi Esengro kompaniyasi maydalangan bakalashkadan xohlagan turda bakalashka aksiyasi olaveradi. Xohla tonnalavon, furalar, samatlar aksiyasi olaveradi. Eng zo'r narxda oladi. Mana pullar hammasi bakalashkaning orqasida. Bekarga aytmagan, bakalashka bo'lsa xaltada, dam olasan yaltada deb. Steve Jobs. Yo'q, Esengro. Sadak standart. Dadajon deysanmi? Oting nima qizim? Sakina. Qani edi sendek qizim bo'lsa. Ke qizim, ke. Voy, uzr, adasiga o'xshatib yuboribdi sizni. Adasi mehriga to'ymagan. Adasi yo'q. Yo'q, hech qisi yo'q. Hozir bir minut kutib turinglar, xo'pmi? Shunaqa deng. Hayotimizda mana shunaqa nomard erkaklar ham uchrab turadi. Undan hech ham xafa bo'lmang. Agar yo'q demasangiz, mana shu qizchaga otalik. Adajon deysanmi qizim? Kim bu? Bu qizcha o'rgatilgan ekanda, ha? Voy, salfetka olmaysizmi? Uka, mayda jo'g'itdan qaytaman rozi bo'laverasan. Qolgan bo'lsa bir 25 ming puli qoldi menda. Menga birida haq vash kerak yo'q. Do re mi fa sol la si. Taksi. Geceler taksilerin reksi. 7 mingdan beringlar, 7 mingdan. Aytyapti. Gazmasda jo'ra, gaz bo'lsa o'zim bilaydim. Taksi. Akşam oxu, bir daha 5 mertebenin altına Jishtir, bir-biringdan uzoqroq o'tir. Singilcha bu qo'lni sarish taqin. Ammo mashinada rosa qilib turib yerta birinchiga kirib ketmay. Halokat bosib. Aka, manzilga yetib qo'ying. Men oldinga o'tirsam bo'lmaydimi? Qisqatay. Assalomu alaykum, Yunus aka. O'tir. Abu Sahi. O'tiring. Qanday? Shunday Abu Sahi bir qadam. Shuni tashlayman, keyin siz tashlab qo'yaman. Cho'rog'iga aka. Men. Qanday o'tiradi? Cho'roq qayerdaligini bilasizmi? Men Yunus aka. Bu Abu Sahi nima qilyapsiz dedi? Shan qilma, bir soatgina shuni tashlaymiz, qaytamiz, keyin oxirida sen tashlayman. Samarqand. Shashayapsanmi? Ha, shoshilyapman. Ha. Ukacha shashayapti ekan nima deysiz? To'xta, o'zim bilaman. Ha. Otang molni bo'limlashim, nima janjal? Ko'rmaysizmi? Ijarada kvartirada turaman. To'lashga pul yo'q. Har kuni xotin bilan janjal. Uy. Buni qarang-a, shu kallamga kelmasdi. Qanaqa qilib? Eshitmadingmi? Uzkart kartang bormi? Bor. Mana. Bu baxt qushi-ku, Uzkart kartasi emas, baxt qushi. Juda katta aksiya ketadi Uzkartdan. Agar 100 ming so'm ishlatsang, bir marta imkoniyating paydo bo'ladi uyni yutib olish. 200 ming ishlasang 2 marta. Har 100 mingda imkoniyating shuncha ko'payib ketaveradi, tushundingmi? Xohla pul ko'chirma qil, xohla produkt qil, xohla zapravkaga kech. Xullas, Uzkartdan pul 100 ming so'm pul chiqsa bo'ldi. Yo'q, siz buni qatdan bilasiz? Menga ham klientlar aytdi. Shundan beri Uzkart karta ochib olib turib, zapravkaga ham, produktga ham, boshqa joyga ham hammasi Uzkartdan ishlatib yotibman. Uy yutib olsam jomonmi? Yaxshi. O'z shunda ham 3 million oyiga rasxod qilyapman. Undan ko'ra Uzkartdan ishlataman. Uy yutib olaman. Produktda qilamiz, hayda. Uyim sallaga yoqdi, boshqa variantlaring ham yo'q. Tog'a narxidan ozroq tushasizmi? Voy, endi qilib qo'ydilar. Bozormi bu talacha salla? Sibal Satsunda sallaga beradigan uyim yo'q. O'zi oila qo'ymoqchi edim. Men ketdim. Turamiz, rozimiz. 3 kishimi? Ha, 3 kishi turamiz. Bo'ldi, qaralaring. Pulini hozir bo'lib berlaring. Xo'pmi? Men yana kelaman. Men qalayman. Sekin. Ukalar. O'tkir aka yana 2 kishi keldi bizga. Ne? Tushunmadim. Qanaqa? Voy, qanaqa beo'xshab. Bular kim o'zi? Voy.
Sali. Xona to'lgan joyi yo'q, Sibal. Qaysini eshitni ochding? Sen 3 kishi turamiz degandik-ku. Hali 3 kishi turibmiz, qolganlar jotibdi, bizga jotishga joyi yo'q. Va sen nima do'stsan, mana buni qarama, bunda kamama. Nima bu bozor vaqtida nima? Bitta 30 million qolgan. Sen nima? $1000 ko'plik qildida 3 kishiga. Hozir $30 tushyapti. Ko'ryapsizmi, shunda ham dollardan tushyapti, so'mdan emas. Sus damay, sus. Va bu karta qimor o'ynayaptimi, tushunmadim. Yo'q, qimor emas u. Kasatol jumishga navbat. Voy, sen. Va alaykum assalom. Sen qiz bolami? Yo'q, noto'g'ri o'ylama. U xonada turadi. Va qanaqasiga o'zi uy bir xonalik-ku? 3 ga bo'lib qo'yganmiz material bilan. O'tkir aka, anavilarni ovqatini olib keldimmi? Nima nabeti? Nima ovqati? Kimga? Xo'jayevasanlarmi? Ha, senga gapiraman. Ular sizni tanimaydi-da uncha. Qachak. To'xtang. Va salib balkonda qo'y. Yana 2 kishining jayini yegalladi-da, berg'am. O'tgan bilan. Hayat xursam mana Chiroyli ekan-a? Moshinmi? Moshinga qaraganim yo'q. Yo'q. Moshin yuvish kerakmi? Javob beraymi? Qo'lni yuvamiz, qo'lni. Men faqat o'tkir ekanga yuguraman. Men o'tkirman. Ha, o'tkir lattasi tilladimmi? O'tkir, qara kelib keldi. O'tkir aka, Nimaga kelding? siz menga keraksiz. Ishxonamga kelmadi dedim senga. To'xtang, o'tkir aka, siz menga keraksiz. Men emas, senga pullarim kerak. Nima? Pulingiz yo'qmi? Bo'lmasa chiroyim. Nimaga tushunmaysiz? Ket. Yo'qol. Yo'qol dedim. Meni bu chiroyli ko'zlarimga ko'rinma qaytib. Kelinga baqiryaptimi? Kim u? Eski qizchasi. Eskisi shu bo'lsa, yangisiga yomon qiziqibman lekin. Kechiring, meni unaqa qilmoqchi emas edim. O'tkir aka, shuni deb mendan kechdingizmi? Yukingdan ham kechganman men. Ketdinglar yukingga. Kel, yo'qol ko'zimga ko'rinma. Yuking ham ket dedim, qurib berdi. Eshityapsizlarmi? Uzr, mevor kechirasizlar. Sen jinimsan, nima klientga baqiryapsan? Bular mo'ykan klientlarimiz, men klientlarim. Siz aralashmay turing. O'tkir aka, kechiring, iltimos. Men sizni yaxshi ko'raman, meni tashlab ketmang. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Kimsan sen? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opacha, santexnik chaqiruvlansizmi? Chaqirgandik. Bo'ldi, men ketdim. Kim tuzatadi, siz ketsangiz kiring. Unaqa gapirmang, boshqacha bo'lib ketyapman. Umuman gapirmayman. Kiring. Yo'q. Bizlar mehmonxonadan ham katta ko'riblaringiz. Qaydan sog'ayapti? Bilmasam, oqibatda qarab ko'ring. Xo'p, qaydan sog'ayapti? Bilganimda sizni chaqirarmidim. Men ishlayotganda xalaqit bermaysiz-da, faqat xo'ppa. Mana shu yerdaman. Men ussaman-ku men. Yerim tushirmaydi. Keling, chiqing. Men ussaman-ku men. Adasi, yaxshi keldingizmi? Nima ish ochmaysan? Vonna dedim. Tinchlikmi? O'zim osib qo'yaman. Men o'zim olsam, borsam ovqating qo'y. Charchagandirsiz. Da, rosa charchaganman. O'yin o'ynaylik. Qanaqa o'yin, jinimsan? Bekinmachi. I've been loving you too long. Yo'q, yashindagi. To stop now. Tushunmadim, ey. O'lager, aka, men santexnikman. Nima aldiysan? Yo'q deya olgan-u. Alo. Ha, yine? Ha, men boya Nizom pochchani
ammasini qizi bilan ko'rishga keldim bugun. Ha, bugun kuni bilan xarajat qildim. Bitta berdim. 23 mingdan 46 mingga osh berdim, osh. Osh berdim. Bunga hal urib xarajat qilyapman. Kuni bilan bu bor qizmi, yo'q qizmi? Shuncha qishni kuni o'tib ketdi. Bu yerda men mozma bir bela uchamiz deyapti. Qarayman-da, tegim bo'lsa ko'raman. Agar asligini jildiraman-da, asli uyga haydayman men. Mayli-na. Assalomu aka. Hali oyoqda uchaqqandangiz bormi? Katok bor aka. Tugunmang aka, to'g'ri gapiring. Bizda to'g'ri ma'noda so'rayapmiz. Bo'lsa bording, bo'lmasa yo'q deng. Jig'ilsam karragini sindiraki bu. Shashmay turing, hozir kelaman. Endi kelajakka bu ham bezopasna bo'ldi-da. Jipomekam muzakak bu. Vahi. Men tushini karragi sindi buni. Kelajak yo'q endi. Tamam, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. 8-martlangiz bilan. Rahmat. O'tiring. Men odamlar bolalar o'xshab bittagina gul ko'tarib kelganimda gul so'lib qoladi. Yana buni sog'ormay berardi sog'lig'iga. Manki jongoq, keyin turshak, jurangizga foydali. Keyin qurt mana. Bu ham qurg'on, yaxshisi bu ham. Keyin men damashq tuxum bu. Ichi sariq, to'q sariq bo'ladi-ku damashq tuxum. Bu ham o'zimiz tovuqniki bu. 5 tagina qolgan, 2 tasini so'yib dedim. Bu nodiringan suti bu. Men chisakka aralash yetar och qarnga ichsangiz gijang tushiradi. Keyin bu chakki betingizga sursangiz bo'ladi bundan. Betingizga ajinlangiz, o'girlangiz ketkizadi-da bu. Ki ozgina suvga aralashtirib boshini juvsansan bo'ladi. Qayerga qilan ketkizadi. Keyin buni bu sizga tegishli emas. Bundan hammasidan yana vaqtida parfümeriya sifatida foydalanganda. Men sizdan shunaqa sovg'a kutdimmi? Qiz bolaga ham shunaqa sovg'a beradimi, O'tkir aka? Xafaman, men asosiy sovg'am bor meni. Meniki. iPhone? Mengami? Ha, sizga? Aytsa oching. Bu qarang aligida bu. Bu gibrid qoramaysiz bu. Buni asli gugurt qutiga olib keladi, men o'zim sizga ko'proq ketsin deb iPhone'ni qutisiga solib keldim-da. Shuncha bergan sovg'am yo'qmi? Umuman yo'qmadi. Buni yana ham toshkalishida, agar sovg'alang bayram kuni olmasa-da, jag'ini olib solasan dedi. Shuncha bozorlikqa noshukrlik qilasan? Labidan pardozidan netayman Xummor ko'zligim Juring endi kinaga boramiz. O'tkir aka, namuncha yaxshisiz. Boshqa o'rtoqlarim yigitiga o'xshab Counter, Dota, PlayStation biletlarga bormaysiz. Hamma vaqtingizni men bilan o'tkazasiz. Yoki men shu darajada sevasizmi? Unaqa o'yinlar o'ynash bilmayman. Jo'rlam qo'shmaydi. Uncha qont qilmaganman. Mayli, umuman yomon odatlaringiz yo'q, bilasizmi? Ichmaysam, chakmaysam, boshqa o'rtoqlarim yigitiga o'xshab boshqa qizlarga qaramaysiz, gaplashmaysiz boshqa qizlar bilan. Ayting, men shu darajada sevasiz-ku? Haqiqatan ham vaqtni issiq sovuq qo'ygansizmi? Tushunmadim. Qiziq. Kechiring, men o'zimdan chiqib ketdi, o'lay. To'xta! Assalomu alaykum. Mashina zakaz qilmagandim. Yo'q, siz emas, hamma bir. Marhamat. Nima bu? Shot. Mashina zakaz qilmadimmi? Ana, oka bervordilar. Gentlemen,
Nima bu shot? Siz meni mehmon qilyapsiz deb o'ylanma. Mehmon qiladi deysizmi? Men 27 yildan beri tug'ishgan jo'rlarimga haq bermaganman. Men ariqligingizni ko'rib, men ichim achigandan sizga ovqat aytdim.